Hop, gazablo'dan uy qursam, gazablo sifatini qayerdan ajrataman deyotganlarga bu videomiz foydali bo'ladi. Kuzatib boringlar. Qisqa va lo'nda gazablo'ni qanaqasini tanlash kerakligini hozir eksperiment qilib ko'rsatib beramiz. Mana shu turgan uzun ishlab chiqarayotgan gazablo'larimiz bularni sifatlari a'lo darajada. Razmerlari 60 sm bu tomoniga bo'ladi, 30 sm bu tomoniga, 20 sm bu tomoniga bo'ladi. Va 600 markadagi gazablo deyiladi. Bular hozir sifatini ular sizlarga ko'rsatib beraman. Ko'p gazablo'lar narsa qotirishga qiynalishadi, miq qoqishga, samaras oqirishga qiynalishadi, yuk ko'taradimi narsa qatirsa deyishadi. Qolganlarnikini bilmadik, biz o'zimiznikiga javob beramiz. Shuni sifatini zo'r qilib chiqarganmiz, o'zimiz ustimizda ishlab, retseptlarni yangilik qilib zo'r qilib chiqarganmiz. Hamma yo'g'ini normasi bo'yicha insof bilan qo'shib chiqarganmiz. Xudo xolasa yoqadigan sifatlari zo'r. Atroflardan kelib, boshqa viloyatlardan kelib olib ketishyapti. Hozir bitta o'zlaringni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizga eng oddiy sodda usuli samares kerak bo'ladi. Mana samares qatnash kerak bo'ladi ko'pchilik. Yuk ko'tarish vazifasini mana bu yerda oddiy bunaqa eshik ruchkasidan qatirib hozir yuk ko'tarish xususiyatini sinab beraman sizga. Oddiy gazablo'ni. Oddiy samares. O'zini normalda qatirish kerak, o'tib ham ketmaslik kerak, yo'ldan bormaslik kerak. Yetganda to'xtatish kerak, ko'proq olmaslik kerak. Samares qatirdik. G'isht holatini ko'ryapsizlar, обычный holatda. Yuk ham normal, noto'g'ri tortib mana shu holatda bemalol 4 dona samares bemalol o'zini yukini bemalol ko'taradi. Mana ko'ryapsizlar. Mana og'irligi normal, og'irligida bor. Ko'tarish xususiyati. Endi buni videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Og'irligini ko'rsatib beraman sizlarga. Mana tarozimiz ko'ryapsizlar, mana 0 holatda. 0 holatda turibdi. Videoda topchalik ko'rsataman. Mana 0 holatida turibdi. Buni hozir sizlarga ustiga qo'yib ko'rsatib beraman endi. Mana oddiy 4 dona samares ushlab turibdi. Bu sopdi. Gazablo'miz 26 kilo chiqdi. Mana ko'rayotgan bo'lsalaring tarozida. Mana 26 kilo turibdi. Bitta oddiy gazablo'miz. Mana 4 dona bunaqa katta bo'lmagan samareslar qatirildi. Oddiy mana ichiladi ruchkasiga qo'yiladigan temir qatirdik. Shu bemalol o'zini mesini 26 kiloni mana ko'taryapti, ko'rib turibsizlar. Mana 4 dona samares. Buni sizlarga eksperiment qilib ko'rsatdik. Hozir yana boshqa miq qoqsa qanaqa holatda bo'ladi, ularni ham ko'rsatib beramiz. Mana oddiy qanaqani o'zida ushlab turibdi. Bu ertaga misol televizor ilasizlar, parda ilasizlar, shularni ham bemalol ko'taraveradi. Mebel qoqasizlar mana holatini. Mana bemalol silkityapmiz mana chiqib, agar prostoy bo'lganda tushib ketgan bo'lardi bu paytgacha. Holatini ko'ryapsizlar. Mana biroz o'zgarib ham qo'ygan yo'q mana. Mana silkiyapman mana. Juda og'ir, lekin bemalol samaresga ushadi. Bu sifati yuqoriligini bildiradi. Tarozimiz yana 0 holatga keldi. Endi miq qoqsa nima bo'ladi deganlarga hozir mana bu yerda miq qoqishganmiz. Buni ostiga qoqib yuk ilib ko'rsatib beraman. Ko'rishlaring uchun mana bog'ga topolmadim. Shuning uchun bu samaramiz juda shu ko'timiz baquvvat ishlangan, sinovdan o'tgan. Shuning uchun shuni qoqib ko'rsatib beraman. Ham qoqdik. Oddiy o'sha kiloslar bilan bir xilda bo'lgan. Buni ham ko'rsatib qo'yay mana. Mana 26 kilo bu ham ko'rsatyapti. Bir xil holati. Endi bunga hozir mana shu 20 kilolik, 26 kilolik
gazabloyimizni sizlarga ko'rsatib beraman. Yuk ushlash xususiyati qanchalik darajada yaxshiligini ko'rsatib beraman. Shunga bitta arqon yordamida shuni ilib bitta miq qancha yuk ko'taradi shuni ko'rsatib beraman. Ko'rishlar mumkin. Yaqinroq olib kelib ko'rsataman hozir. Mana mashimizni holati mana bu 26 kilo 4 dona samarez ushab turibdi. Bu o'zini vesi pastga ketib qolgani yo'q. Mana taylari tegani yo'q, hech qat'iy ko'rishlar mumkin. Osilib turibdi. Endi bu yerda mana bir dona miqam yo'q ekan, shunaqa bir temir topdim. Miqda razmerda keladigan sizlarga ko'rsatishlik uchun. Mana ko'ryapsizlar, qiyshayib netib yoki bat o'pirilib yoki yorilib ketgani yo'q. Mana o'zini holatiga mana bitta qimillatib ko'rsatay mana. Mana qimillayapti, ko'ryapsizlar, tegib turgani yo'q buni. Kompatdan o'rnashtirib bitta ko'rsatib beray sizlarga. Mana sifati. Yo bu samarez uzilib pastga tushib ketgani yo'q yoki miqimiz qayrilib yerga tushib ketgani yo'q. Ko'rdilarmi? Bunaqa katta emas, 15 santimetrlik miq qoqdim. Bu nima degani desa, sodda qilib tushuntirganda, bu gazabloylar o'zi asosan issiq sovuq ushlashligi uchun zo'r. Uyda issiq sovuq ushlashligi uchun uriladi bu gazabloylar aslida. Lekin endi ko'p ishlab chiqarishlar ko'payib ketgandan keyin konkurensiya bo'lib, narx tushirishyapti. Narx tushirgandan keyin mahsulot ichidan ekonom qilib qo'yishyapti. Bunaqa qilmagan holatda insof bilan ishlab chiqaryapmiz. Shunda ko'pchilikniki narsa qotirsa bo'lmaydi, miq qoqsa, samarez qoqsa bo'lmaydi deyshadi. Mana biznikini o'zlaring ko'rdilar, miq qoqsa ham bemalol bo'laveradi. Normasi zo'r qilib ishlab chiqarganmiz. Samarezda ham mana bemalol 4 dona samarez bilan bitta gazabloy o'zini bemalol mana ushlab turib, mana qimillatyapti, hattoki qimillaganda yuk og'irroq ham tushadi. Mana hech nima bo'lgani yo'q, ko'ryapsizlar mana. Agar uzilib yo bunisi uzilib tushib ketish kerak bo'lardi. Tushib ketgan bo'lardi, gazabloyimiz sifati yaxshi bo'lmaganda. Bular o'shada 600 markada ishlab chiqarilgan marka, juda ham kuchli marka. Mahsulotlarda hamma yo'q normasi bo'yicha qo'shilgan, avtomatik liniyalarda ishlab chiqarilgan. Mana o'zlaringiz ko'rsatdik. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Boshqalarga ham videomiz yaxshi yetib boradi. Shu videolarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, siz yaqinda qurilish qilib, gazabloydan uy qurmoqchi bo'lsangiz, videomizga obuna bo'ling, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi boshqa eksperimentlarimizni ham ko'rib borasiz mana. Yana qanaqa eksperimentlar qilib ko'rsataylik? Aytib ketsalaring kommentariyada shunaqa eksperimentlar qilib beramiz. Kanalimizga kirib boshqa videolarimizni ham ko'ringlar. Buni suvga chidamliligi qanaqa, yuk ko'tarishlik xususiyatlari qanaqa, bundan bitgan uylarni ham ko'rsatganmiz. Shunaqa endi bizda yana bunaqa ankerlar bilan o'zi Ariston bu narsa qatirilsa bo'lardi. Buni hozir qatirgan narsa topolmadim. Agar bunaqa narsa qatiradigan bo'lsangiz, anker qatiradigan bo'lsangiz, bu bemalol medvel boshqa narsalarni 100 kilo, 150 kilo bir dona uzayotgan ancha-muncha yukni ushlab turadi. Bu oddiy eng sodda usuli, miq qoqish usuli va samarez qatirish usuli. Shundan ham sifatini bilsa bo'ladi. Mana gazabloylarimiz holati juda ham tiniq, sifatli holatda. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida joylashgan. Ishlab chiqarish sanolarimizni ko'rsataman. Mana bunaqa avtomatический liniyalarda ishlab chiqarilgan. Bu 2026-yilda eng zo'r stanolar hisoblanadi. Bundan zo'rlari yo'q hali. Mana bu sementlar zavoddan to'g'ridan-to'g'ri mana bunkerga kelib to'kiladi. Mana bu narsa shitlari kompyuteri deyiladi. O'zi tortib, bunisiga sementni, bunisiga qumni, bunisiga suvni hamma yo'lda o'zi naqalarida tortib oladi, kilolab tortib oladi. O'zi solib, o'zi quyadi. Mana bu yerga qum tushirib qo'yganmiz. Bitta qumini solib tursa bo'ldi. Qumlari ham elanadi, mana har xil tomir, mayda-chuyda narsalar kirib ketmaydi. Shu holatda quyiladi. Bu gazabloychilar ko'pi biladi, o'sha avtomatический liniya deyiladi. Hamma yo'q avtomatda quyiladi. Robot quyadi bu narsalarni o'zi. Ishlarimiz holatlari mana bugun chiqqan gazabloylarimiz mana mana ko'rishlar mumkin. Bunaqa oshcha gazabloyimiz ham yo'q, ob'yomimiz yaxshi, lekin klientlarimiz ham o'ziga yarasha yaxshi kelib olib ketishyapti, xudoga shukr. Siz ham qatdan kuzatayotgan bo'lsangiz, vodiy bo'ylab dastavkalarni kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Boshqa viloyatlarga ham jo'nataveramiz. Shunaqa yaxshisidan kerak bo'lsa, mana holatini ko'ryapsizlar mana. Tiniq holatda mana. Yon tomonlarini avtomatni silliq qilib, zo'r qilib ishlab chiqarib qo'ygan mana. Juda nihoyatda sifatlari yuqori darajada turishini ko'ryapsizlar. Buni o'zi gazabloychilar ko'pi biladi. Yani gazabloy yurganlar ham biladi buni. Lekin bilmaydigan odam ham sifatini bemalol
ko'rishi mumkin. Mana holatda mana bemalol 26 kilo yukni 4 ta samarez bemalol ushlab turibdi, bir dona miq ushlab turibdi. Endi yana boshqa qanaqa eksperimentlar qilaylik, o'zidan aytib ketsalaring, yana keyingi videolarimizda qanaqa eksperimentlar qilish kerakligini ko'rsatib beraveramiz. Yozib ketinglar. Like bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videomiz foydali bo'ldi deb o'ylayman. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri. Marg'ilon bo'ylab kelishilgan holatda, viloyat bo'ylab, vodiy bo'ylab ham kelishilgan holatda jo'natib beramiz. Bizning klientlarimiz Andijondan kelib olib ketishdi, Oltiariqlardan kelib olib ketishdi, o'zimiz shahar bo'ylab yetkazib beryapmiz. Juda ko'p joylardan, Quvadan kelib olib ketishdi. Qaysi viloyatdansiz? Telefon qiling. Imkon qadar narxini kelishtirib beramiz. Yo'l kiralarni kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Sifatlari zo'r, eng muhimi, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. O'zingiz shahringizda qanaqasi bor bilmaymiz. Lekin mana sifatlarni ko'rdingiz, xuddi shunaqa yetkazib beramiz sizga ham. Issiq sovuq ushlashlari zo'r bu ishlarda, tez ko'tariladi, boshqa ishlarga qaraganda arzon bitadi. Tavsiya beramiz gazabloylarni ko'rishlaringni. Boshqa ishlarga qaraganda zamonaviy, issiq sovuq ushlashlik darajasi yuqori, nihoyatda issiqqa, sovuqqa, namga chidamliligi yuqori. Pishiq ishlarda misol sho'r chiqib ketish ehtimoli bor. Yozda issiq bo'ladi, qishda issiqcha qiyin bo'ladi. Bular ozgina energiya bilan ham isiydi. Mana ataplenalar qilingan, bir kunda 10 soat ataplena yoqmaysizda, bularda 6-7 soat yoqsiz ham uy ichidagi issiqlikni ushlab turganini hisobiga yaxshi tez isiydi. Tashqaridan issiqni, tashqaridan sovuqni kirgizmaydi. Yozgi kunida tashqaridan issiqni kirgizmaydi. Tez ko'tariladi, tez bitadi, tekis bo'ladi, xumsualardan yutasiz. Juda ham ommabop, juda ham olib ketishyapti. Mana ochirib bo'lyapti gazabloylarimiz. Yana ham endi biz YouTube'da yurgizish maqsadida ishlarimizni mana reklama qilib ko'rsatib berdik. Sizlar ham boshqacha bunaqa narsa qatarib bo'lmaydigan gazabloyni olib qo'yib, gazabloy yaxshi emas ekan, yaxshi mahsulot emas ekan degan xulosaga, tushunchaga kelib qolmanglar degan maqsadda shunaqa ko'rsatib berdik. Gazabloy yaxshi narsa, faqat oqtari yaxshisini topsalar. Aloqaga chiqinglar, nomerlarimizni shu video tagida qoldiramiz akalar. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, hammaga rahmat.